Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzumiz qo'sh crossover bo'ladi. Qo'sh crossoverni bosqichma-bosqich o'rganib boramiz. Demak, qo'sh crossoverni boshlashimizdan oldin genlar orasida crossover turlarini ko'rishimiz kerak. Genlar orasida crossover o'zi ikki xil bo'ladi. Yakka crossover va qo'sh crossover. Xo'p, yakka crossoverlarni oldingi darsimizda ko'rgan edik. Yakka crossover degani nima degani? Asosan bizda hammamiz yaxshi bilamiz, xromosoma bor. Xromosomani masalan oddiygina tayoqcha shaklida chizadigan bo'lsak, xromosomaning lokslari bo'ladi. Ya'ni loks degani o'sha xromosoma joylari. Masalan, mana shu oddiygina xromosomaning mana bu qizil bilan chizganim bitta loks, ko'k bilan chizganim bitta loks va yashil bilan chizganim boshqa bir loks hisoblanadi. Genlar mana shu xromosomaning lokslarida joylashgan bo'ladi va turli lokslarda yoki bitta loksida joylashgan bo'lishi mumkin. Oddiygina bitta xromosomani oladigan bo'lsak, bitta xromosomada juda ko'p genlar joylashgan bo'lishi mumkin. Agar genlar o'sha xromosomadagi bir xil loksda joylashgan bo'lsa, ya'ni mana A geni bilan B geni e'tibor berayotgan bo'lsak, xromosomaning bir xil loksda joylashgan bo'lsa, bunday bir xil loksda joylashgan genlar to'liq birikkan genlar deyiladi. To'liq birikkan. Ya'ni xromosomani bitta loksda joylashgan genlar o'rtasida crossover kuzatilmaydi. Sababi crossover payti mana shu loks deb oladigan bo'lsak, mana shu loks butunligicha crossoverga uchraydi va mana shu loksda qancha gen bo'lsa, o'sha gen birgalikda o'tadi. Shuning uchun ham bitta loksda joylashgan genlar to'liq birikkan genlar deb ataladi. Lekin genlar, turli xil genlar xromosomaning turli xil lokslarida joylashgan bo'ladi. Masalan, C geni mana bu ko'k chiziq bilan chizilgan loksda, D geni esa yashil chiziq bilan chizilgan loksda joylashgan bo'ladi. Shunga ko'ra, mana bu A bilan B geni o'rtasida hech qanaqa crossover kuzatilmaydi. Sababi crossover payti xromosomani mana shu loksi o'tadigan bo'lsa, mana shu loksda joylashgan A, B genlari birgalikda harakatlanadi. Shuning uchun bular to'liq birikkan genlar deb ataladi. Lekin mana bu yerda berilayotgan B bilan C genlari e'tibor bering, har xil loksda joylashgan. C geni mana bu ko'k bilan belgilangan loksda joylashgan. B geni esa qizil bilan belgilangan loksda joylashgan. O'shaning uchun ham crossover payti yo qizil rangli loks yoki ko'k rangli loks boshqa xromosomaga, homolog xromosomaga o'tishi mumkin. O'shaning uchun ham B bilan C o'rtasida crossover kuzatiladi. Bu yerda esa keyingisi mana bu C bilan D. C bilan D ham boshqa loksda joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham bular o'rtasida crossover kuzatiladi. Ya'ni bu yerda B bilan C chala birikkan, C bilan D ham chala birikkan bo'ladi. Lekin A bilan B to'liq birikkan bo'ladi. Demak, biz xromosomalar lokslari va genlar o'rtasida crossoverlar sodir bo'lish yoki bo'lmasligini loks haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi yakka crossoverni ko'ramiz. Yakka crossover degani bitta genda, ya'ni bitta xromosomada yuzlab genlar joylashgan bo'lishi mumkin. Yuzlab genlar, masalan, yuzlab yoki undan ko'proq belgilarni nasldan naslga o'tishini ta'minlash mumkin. Lekin biz uning ma'lum bir turini o'rganamiz. Masalan, ikkita belgisi bilan farq qiladigan organizmlar. Masalan, drozofilani oladigan bo'lsak, drozofilaning qanotining tuzilishi va tanasining rangi bitta xromosomada joylashgan, lekin boshqa loksda joylashgan bo'ladi. Ya'ni bittasi o'sha xromosomaning boshqa loksda, ikkinchi gen boshqa loksda joylashgan bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsang, A geni boshqa loksda, B geni boshqa loksda joylashgan. Shuning uchun ham drozofilada qanotning shakli va tanasining rangi chala birikkan hisoblanib, bular o'rtasida crossover bor. Crossover degani nima degani desa, crossover mana shu genlar orasidagi masofa bilan o'lchanadi. Genlar orasidagi masofa
Morganidada o'lchanadi, ya'ni M harfi bilan belgilaymiz. Morganidada o'lchanadi. 1 morganida bu 1% Krassingover degani. Drozofilada tanasining shakli va qanotning shakli va tanasining rangi o'rtasidagi genlar orasidagi masofa 17 morganida yoki 17% Krassingoverga teng hisoblanadi. Bu yakka Krassingover hisoblanadi, chunki bu yerda 2 dona gen bor. Bu genlar yoki A joyini o'zgartiradi yoki B joyini o'zgartiradi. Farqi yo'q. Ikkalasidan bittasini joyini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Bu yakka Krassingover hisoblanadi. Qo'sh Krassingoverchi. Qo'sh Krassingover qanday bo'ladi? Keyin yana bitta narsani aytishimiz kerak. E'tibor bering. Polimer, komplementar, epistaz yoki oddiy irsiylanishda genlar shunchaki yoziladi, ya'ni genning o'zini yozib olishingiz mumkin. Masalan, mana bu ko'rinishda dig heterozigota mana. Lekin Krassingoverda genlar xromosoma ko'rinishda, ya'ni tayoqcha bilan yoziladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda yoziladi genlar. Nima uchun Krassingoverda genlar tayoqcha shaklida yoziladi desangiz, biz bilishimiz kerak. Qaysi gen masalan otadan, qaysi genlar onadan kelganini biz bilishimiz kerak. O'shaning uchun bilamiz, shakl va o'lcham jihatdan bir xil bo'lgan xromosomalar gomolog xromosomalar deb ataladi. Shakl va o'lcham jihatdan bir xil bo'lgan xromosomalar gomolog xromosoma deb ataladi. Mana bu ikkita xromosoma bir-biriga gomolog hisoblanadi. Gomolog hisoblanadi. Bu gomolog xromosomaning bittasi otadan, bittasi onadan keladi. Va o'sha gomolog xromosomaning bittasi onadan kelganda, o'sha onadan kelgan xromosoma o'zidagi genlar bilan keladi. Va biz o'shaning uchun ham Krassingoverda gametalar yozishda xuddi mana shunday tayoqcha shaklida yozamiz. Hech qachon tayoqchasiz yozilmaydi, u tayoqcha bilan yoziladi. Bu qaysi genlar qaysi xromosomada joylashganligini anglatish uchun. Ya'ni qaysi genlar birikkan va qaysi xromosomada joylashganligini bilib turish uchun biz tayoqcha ko'rinishda yozamiz. Nima uchun tayoqcha ko'rinishda yozamiz deyishingizda yana bitta sababi, bizda genlar orasidagi masofa, ya'ni o'sha genlar orasidagi Krassingover genlarning birikish guruhidan kamroq bo'ladi. Ya'ni non-Krassingoverlar Krassingoverdan ko'ra ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun ham biz o'sha genlarning qaysi xromosomada joylashganligini bilgan taqdirimizda, o'sha organizmdan gamet olganimizda qaysi gameta necha foiz chiqqanligini bilishimiz kerak. Bu esa o'sha organizmlarning soni yoki foiziga ta'sir ko'rsatadi. Misol tariqasida oddiygina Krassingover, o'sha drozofilada Krassingoverni oladigan bo'lsak, misol bizda 2 xil genotip bor. Ya'ni A, B. Ya'ni mana bu genotipda dominant genlar har xil xromosomada joylashgan. Demak, otadan B dominant A resessiv kelgan, onadan A dominant B resessiv kelgan. Va bunda Krassingover 17% deb oladigan bo'lsak, bu endi 4 xil gameta hosil qiladi. Mana bu ikkalasi no cross va mana bu ikkalasi Krassingover. Chunki mana bu B Krassingover tushadi, dominant B bu yoqqa, resessivi bu yoqqa o'tadi. Mana Krassingover, mana bu ikkalasi Krassingover tufayli keldi. Krassingover bu yerda 17% bo'lganligi uchun bu organizmlar 8,5% dan, ya'ni mana shu gametalar 8,5% dan chiqadi. Mana bu gametalar esa 100 dan 17 ni ayiradigan bo'lsak, 83 bo'lsa 41,5% dan chiqadi. Keyingi genotipda esa dominant genlar bitta xromosomada joylashgan. Demak, otadan to'liq resessiv genlar kelgan, onadan dominant genlar kelgan. Ana endi bu organizm gameta hosil qilganda ikkita non-Krassingover gameta olinadi va ikkita Krassingover gameta olinadi. Krassingover o'sha 17%. Ana endi qarang. Bular 8,5% dan bu gametalar. Bular 41,5% dan bo'ladi. Chunki 17 ni 100 dan ayirsak
83% no crossing over hisoblanadi. Endi qarang. Mana bu ikkita gametani solishtiradigan bo'lsak, mana bu dominant A, dominant B, bu yerda 41,5%. Bunda esa 8,5%. Demak, agar bizda 10 mingta avlod olindi tahliliy chatishtirishda deydigan bo'lsa, mana bu kulrang tana normal qanot bu yerda 4150 ta chiqadi. Bu yerda agar 10 mingta avlod olindi desa, kulrang tana normal qanot bu yerda 850 ta chiqadi. Qarang, son jihatdan farq qilyapti. Nima uchun? Chunki crossing overdan ko'ra no crossing over har doim ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham no crossing overdan hosil bo'lgan avlodlar soni crossing overdan hosil bo'lgan avlodlar soniga nisbatan foiz jihatdan ham, son jihatdan ham ko'p bo'ladi. Biz agar tayoqcha ko'rinishda yozmaydigan bo'lsak, qaysi gen qayerda joylashgan, no crossing over gametamizdan qanday, no crossing over gametamiz qanday bo'ladi, crossing over gametamiz qanday bo'ladi, o'shani aniqlay olmay qolamiz. O'shaning uchun ham biz crossing overli, ya'ni chala birikkan genlarni mana shunday xromosoma ko'rinishda yozamiz. Biz endi ko'radigan narsamiz, asosiy darsimiz bu qo'sh crossing over edi. Qo'sh crossing over degani nima degani? Biz bitta xromosomada masalan ikkita emas, balki 3 ta gen joylashganini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta xromosomada 3 ta gen ham joylashgan bo'lishi mumkin. Mana bu holatda. A, B, D. Mana. Bizda bu holatda 3 xil crossing over kuzatiladi. A ning yakka crossing overi, D ning yakka crossing overi va qo'sh crossing over. Ya'ni bu degani nima degani? Masalan, mana bu yerda mana bu A genimiz crossing overga uchraganda, ya'ni joyini almashtirganda, bu A faqatgina B ga nisbatan joyini o'zgartirgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu A va B ning yakka crossing over deyiladi. O'zi asli bu yerda B joyini o'zgartirmaydi. A B ga nisbatan joyini o'zgartiradi. Ya'ni A joyini o'zgartirganda, mana bu A joyini o'zgartirganda, u nimaga nisbatan joyini o'zgartiradi? B ga nisbatan o'zgartiradi. Bu A ning yakka crossing over hisoblanadi B ga nisbatan. A joyini o'zgartiryapti B ga nisbatan, lekin B o'sha joyda qolyapti. O'shaning uchun bu A ning B ga nisbatan yakka crossing over hisoblanadi. D-chi. Mana bu D. D geni joyini o'zgartirganda bu B ga nisbatan o'zgartiradi. Ya'ni D joyini o'zgartirganda faqat crossing over B bilan D o'rtasida kuzatiladi. Ya'ni bu yerda A ga ta'sir ko'rsatmaydi. D joyini o'zgartirganda faqat B ga nisbatan o'zgartiradi. Chunki D dan keyin hech qanaqa gen yo'q. Shuning uchun bu D ning B ga nisbatan yakka crossing over hisoblanadi. Bu esa A ning B ga nisbatan yakka crossing over hisoblanadi. Ana endi uchinchisi bu B hisoblanadi. B joyini o'zgartirganda-chi? B joyini o'zgartirganda bir vaqtning o'zida ham A ga ham D ga nisbatan crossing over kuzatiladi. Shuning uchun ham bu qo'sh crossing over deyiladi. Ya'ni B joyini o'zgartirganda ham A ga ham D ga nisbatan joy o'zgaradi. Bir vaqtda ikki tomonlama crossing over kuzatilyapti. Ham A B bilan A, ham B bilan D o'rtasida sodir bo'ladi. Shuning uchun ham qo'sh crossing over deyiladi. Demak, qo'sh crossing overda 3 xil crossing over bo'ladi. Bitta yakka, bitta qo'sh va bitta yana yakka crossing over sodir bo'ladi. Mana shu ikkita yakka va bitta qo'sh crossing over umumiy crossing over hisoblanadi. Agar biz umumiy crossing overni 100 dan ayiradigan bo'lsak, no crossing over kelib chiqadi. Ana endi e'tibor bering. Bizda mana shu uchala holatda eng ko'p uchraydigan foiz jihatdan, son jihatdan eng ko'p uchraydigan gametalar bu har doimgidek no crossing over hisoblanadi. Eng ko'pi. Yakka crossing overlar, masalan, A bilan B yoki D bilan B ning yakka crossing overlari bu o'rtacha holatda bo'ladi. Eng kami bu qo'sh crossing over hisoblanadi.
qo'sh crossing over eng kam foizi ham kam, olinadigan avlodlari ham kam hisoblanadi. Eng kami qo'sh crossing over, ya'ni bu yerda eng ko'pi no crossing over. No crossing over degani bu gametalar, genlar hali hech qanaqa crossing overga uchramagan, bitta xromosomda joylashgan degani. Undan keyin o'rtachasi ikkita yakka crossing over bo'ladi va eng kami qo'sh crossing over bo'ladi. Mana shu holatda bizda 3 xil crossing over kuzatiladi. Buni oddiygina masala bajarish bilan ko'rib chiqamiz. Demak, etapma-etap ketaveramiz masalalarni bajarib. Birinchi masalamiz bu Renessans biologiya masala kitobidan olingan 102-masala. Xo'p, demak bu masalani ko'radigan bo'lsak, nima debdi? Uy chivinlaridagi genetik bog'lanishni o'rganish uchun tahliliy chatishtirish o'tkazildi va quyidagi natijalar olindi. Va bizda o'sha olingan gametalar va ularning o'sha gametadan olingan organizmlar soni berilyapti. Bizdan so'ralayotgan narsa xromosomada genlarning joylashish tartibini aniqlang. Genlar orasidagi masofalarni hisoblang, koinsidensiya va interferensiya koeffitsiyentini toping. Demak, bu masalani bajarish tartibi qanday bo'ladi? Bu masalani bajarish tartibi birinchi navbatda biz qaysi gen qaysi xromosomada joylashganligini aniqlashimiz va genlarning ketma-ketlikda joylashini aniqlashimiz kerak. Demak, biz qaysi gen qaysi xromosomada joylashganligini aniqlash uchun bizda no crossing over gametalar topib olishimiz kerak buning ichida. No crossing over gameta topganimizda bular hali no crossing over gametada hech qanaqa crossing over kuzatilmagan bo'ladi. Shuning uchun biz no crossing over gametani topish orqali qaysi genlar qaysi xromosomda joylashganligini aniqlab olishimiz mumkin. Bular orasida no crossing overni qanday topamiz desak, yuqorida aytgan edik. Organizmlarda foiz va son jihatdan eng ko'p uchraydigan no crossing over, o'rtachasi yakka crossing overlar va eng kami qo'sh crossing over hisoblanadi. Demak, bu yerda eng ko'pi no crossing over bo'lsa, biz eng ko'pini topishimiz kerak. Mana shu 8 ta gametaning ichidan eng ko'pini topamiz. Bu 140 bilan 180 hisoblanadi. Mana shu ikkalasi no crossing over gameta hisoblanadi. Demak, yozamiz. 140 ni yozamiz birinchi. A dominant A, resessiv C. Demak, buni teskarisi. Resessiv A, dominant B, katta C. Demak, bundan 180 ta, bundan 140 ta. Jamini oladigan bo'lsak, 280 320 ta bo'lar ekan. Demak, eng ko'pi bu no crossing over gameta hisoblanadi. Demak, biz bildik. Mana shu masalani bajarishda birinchi no crossing over gametani topib olishimiz muhim. No crossing over gametani qanday topamiz desak, eng ko'p ikkitasini olamiz. Mana 140 bilan 180. Demak, dominant A, resessiv B, resessiv C bitta xromosomada joylashgan ekan. Mana no crossing overni topdik. Bu orqali qaysi gen qaysi xromosomda joylashganligini ham aniqladik. Endi qiladigan ishimiz xromosomada genlar ketma-ketligini aniqlash. Xromosomada genlar ketma-ketligi xuddi mana shu ko'rinishda berilgandek bo'lmasligi ham mumkin. Genlarning joyi, ya'ni ustma-ustligi almashinishi mumkin. Bunda xromosomalarni o'sha xromosomada genlarning qaysi tartibda joylashganligini qanday aniqlaymiz desak, endi biz buni qo'sh crossing overdan topamiz. Va e'tibor bergan bo'lsak, qo'sh crossing over eng kami hisoblanadi. No crossing over eng ko'pi hisoblansa, qo'sh crossing over eng kami hisoblanadi. Biz mana ikkita eng ko'pini topib no crossing over topib oldik. Endi ikkita eng kamini topamiz. Bu yerda mana bu birinchidagi 2 va oxirdagi 8. Mana shu 2 bilan 8 lik gametani yozib olaman. Dominant A, dominant B, dominant C. Resessivlar demak, bundan 2 ta, bundan 8 ta, jami 10 ta. Demak, qo'sh crossing over, qarang, amaliy qo'sh crossing over. Masalada berilgan amaliy bo'ladi, hech qachon nazariya bo'lmaydi. Bizda o'zi 2 xil crossing over bor. Amaliy bilan nazariy. Bizda masalada berilgan foizlar, masalada berilgan raqamlar, bular hammasi amaliy hisoblanadi. Demak, amaliy qo'sh crossing overimizdan olingan avlod 10 ta ekan. Mana biz no crossing overni topdik. Undan keyin genlar ketma-ketligini aniqlash uchun qo'sh crossing over gametani yozdik. Endi solishtiramiz. Qani qaysi gen o'rtasida qanday crossing over sodir bo'lgan? Demak, e'tibor bering. Birinchidagi A geni ikkita xromosomani tarkibini solishtiradigan bo'lsak, mana bu A joyida turibdi. A da crossing over kuzatilmagan. A joyida turibdi.
Bu yerda kuzatilyapti, qarang. Bu yerda qaysi kuzatilyapti? Mana resessiv B, resessiv C bu yoqda edi. Endi dominant B, dominant C joyini almashtirgan. Ya'ni bu yerda no crossing over gameta bilan qo'sh crossing over gametani solishtiradigan bo'lsak, B bilan C joyini almashtirgan. Ya'ni B bilan C bu xromosomaga o'tib olgan, kichkinasi esa resessivlar narigi xromosomaga o'tib olgan. Ya'ni bizda mana bu holat kuzatilyapti. Misol tariqasida mana shunday xromosoma bor, bizda 3 xil gen bor. Mana 3 xil gen bor. Mana shu genlar mana bu ikkita eng yuqorisidagi gen, mana bu gen joyida turibdi, faqat pastdagi ikkita gen joyini almashtirgan. Mana yashil bilan belgilangan ikkita gen joyini almashtirgan. Xo'p, bu yerda savol bo'ladi. Genlar ketma-ketligi to'g'rimi? Yo'q, albatta. E'tibor bering. Mana shu masalani bajarishda xuddi mana shunaqa topib olganimizdan keyin genlar tarkibini solishtiramiz. Hamma har xil o'yladi, ikki xil variant bor bizda. Agar bitta gen joyini almashtirgan bo'lsa, u o'rtada bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agar bitta gen joyi almashgan bo'lsa, u gen o'rtada bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani joyini almashtirgan gen mana bu tepada bo'ladigan bo'lsa, biz ana shu genni o'rtaga tushiramiz, ya'ni tepadan pastga tushiramiz. O'rtadagini tepaga chiqaramiz, o'sha tepadagi genni o'rtaga tushiramiz. Agar o'sha joyini almashtirgan gen pastda turgan bo'lsa, biz uni tepaga chiqaramiz, ya'ni o'rtaga olib kelamiz. Ya'ni bu genni pastdan o'rtaga olib chiqamiz. Pastdagi genni, joyini almashgan genni o'rtaga olib kelamiz, o'rtadagi genni pastga tushiramiz. Agar o'sha 3 ta genimiz tarkibida bitta gen joyini o'zgartirgan bo'lsa, u har doim o'rtada bo'lishi kerak. Tepada bo'lsa, o'rtadagi genni tepaga chiqarib, uni o'rtaga tushiramiz. Pastda bo'lsa, pastda joylashgan bo'lsa, o'rtadagi genni pastga tushirib, buni tepaga chiqaramiz. Xullas, agar bitta gen o'zgartirgan bo'lsa joyini, biz uni hamisha o'rtaga olib kelishimiz kerak. Tepada bo'ladimi, eng yuqorisida bo'ladimi, eng pastida bo'ladimi, lekin biz uni o'rtaga olib kelishimiz kerak. Har qanday vaziyatda ham. Agar joyini o'zgartirgan genlar ikkita bo'lsa-chi, ya'ni mana bu holatda u ikkita gen mana bu yuqorida, mana nuqta bilan belgiladim, yuqoridagi ikkita gen bo'lishi mumkin yoki pastdagi ikkita gen bo'lishi mumkin. Mana shu holatda bo'lishi mumkin. Biz aytdik, agar bitta gen joyini o'zgartirgan bo'lsa, bir donagina genda joy o'zgargan bo'lsa, biz uni yuqorida bo'lsa o'rtaga olib kelishimiz kerak, ya'ni pastga tushirishimiz kerak. Agar pastda bo'lsa, yuqori ko'tarib o'rtaga olib kelishimiz kerak. Agar ikkita gen joyini o'zgartirgan bo'lsa-chi, hozir yuqoridagidek B bilan C joyini o'zgartirgan. Ikkalasi pastda turibdi, mana izimiz turibdi. Ikkinchi va uchinchi genlar joyini o'zgartirgan. Agar o'sha ikkita gen joyini o'zgartirgan ikkita gen birinchi va ikkinchi genlar bo'lsa, ya'ni yonma-yon turgan bo'lsa, biz uni ikkita burchakka chiqarishimiz kerak. Ya'ni bu yerda mana bu gen, bu tepadagi gen joyida turadi. Mana bu uning pastidagi genni esa biz pastga olib kelamiz. Ya'ni pastdagi genni tepaga chiqarib, uni o'rniga mana bu genni olib kelamiz. Qarang, agar ikkita gen joyini o'zgartirgan bo'lsa, u xromosomaning ikkita chetdagisi bo'lishi kerak. Ya'ni hech qachon ikkita joyini o'zgartirgan gen yonma-yon turmaydi. U ikki chetda turadi. Mana shu holatda qarang, yuqoridagi gen joyida qoladi, uning pastidagi, o'rtadagi genni esa biz pastga tushirib, eng oxirga tushiramiz va o'rtada o'zgarmaydigan gen qoladi. Agar ikkita gen joyini o'zgartirgan bo'lsa va u oxiridagi ikkita gen bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkinchi, uchinchi gen bo'ladigan bo'lsa, biz bu holatda mana bu uchinchi genni o'z joyida qoldiramiz va uning yuqorisidagi ikkinchi genni tepaga chiqarib olishimiz kerak. Buni tepaga chiqarish uchun mana bu tepadagi genni pastga tushirishimiz kerak, buni joyiga.